Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, aziz kuzatuvchilar, mana biz xudo xolisa birinchi ishimiz mana Pop tumanini, Namangan viloyat Pop tumani stansiya degan joyda mana qo'yib beryapmiz. Xudo xolisa mana monolit qoldi. Aziz yurtdoshlar, xudo xolisa Alloh nasib qilsa vibratsiyalarni solib o'ta chiroyli holatda chiqyapti mana 10 tonnali hovuz. Biz hovuzimizga biz aytganimizdek kam rasxodligini bir tomoni mana stashkani setkasi qo'yiladi xolos. Armatur tashlansa ham mana shu tepasiga monolitiga tashlanadi xolos. Hozir apalfkalarni ko'chiryaptilar ustakam. Mana vibratsiya solinganning hisobiga mana ichidagi suvlari chiqib ketgan. O'sha tagidan o'rtasidan suv oladigan joyda montaj qilinadi. Xudo xolasa monolitni montaj qilib tepaga chiqarib qo'yadi o'rtasidan. Bu dumaloq hovuzni bitta yaxshi tomoni shundaki, hurmatli yurtdoshlar, har safar suv tortilganda suv ichida aborot bo'lib aylanaveradi. Suv tortilmagan holatda ham dumaloq bo'lganligi uchun doimiy ravishda suv buni ichida harakatda bo'lib turadi. O'sha suv aynishi umuman suv tugaguncha aynimaydi xudo xolasa. Aziz yurtdoshlar, mana pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Namangan viloyati, Andijon viloyati, Farg'ona viloyati bo'ylab mana apalfkalarimiz ijaraga beraveramiz xudo xolasa. Xo'sh, yerda qattiq yumshoqligiga qarab kavlab mana yer bilan beton o'rtasiga kilonkalarni qo'yib suv umuman ketmaydigan qilib quyilyapti. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa birinchi ishimiz akamizni monolitlarni olib beramiz. Xudo xolasa xizmat bo'lsa aytaverasizlar.